Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar Gold Boys jamoasi kanalidasizlar do'stlar. Bugun Premier Liga El Clasico'si bo'ladi. Manchester United va hamda Manchester City o'rtasida raqobat. El Clasico Premier Liganiki. Do'stlar, kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu videoga bittadan like bosamiz do'stlar, obuna bo'lib qo'yamiz, kommentda kim uchun yozib qoldiramiz. Do'stlar, ozgina kutish kerak. Do'stlar, hozir o'yin boshlanadi. Kuttirib qo'ygan bo'lsak uzr do'stlar. Ana kirdi. El Clasico do'stlar. Va biz o'yinni hozir boshlaymiz. El Clasico kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. El Clasico deganda La Liganiki emas, endi Premier Liga El Clasicosi. Hamma bilsa kerak endi Premier Ligani. Yana himoyasi menikidan kuchli. Himoyasi ham menikidan kuchli do'stlar. Deyo, chapa. Yamal ursa shu golga shu qo'shiq qo'yamiz do'stlar. Zato 116 kayt yo'q-ku. 115 da lekin bor 113 bilan. O'yin boshlanadi. 3-2-1. O'yin boshlandi do'stlar. Do'stlar, lekin men o'tgan safar akamga yutqazdim, chunki akam o'g'ri baribir kuchli edi, lekin men birinchi taymda yaxshi o'ynadim. 0-0 qilib. Kuchli o'g'ri bilan. Ya do'stlar. La vida es un carrusel. La vida es un Gençlerim bor do'stlar. Ko'rdinglarmi do'stlar? Qo'shiq to'qib yuboramiz-da biz. Yo'q. Yaxshi. Chiq. Qayerda chiqadi? Kenan Yıldız. Lamin. Voy do'stlar, muzlat ketardi. Sal qoldi. Unda ham qaramasdan to'g'rilanmay tepildi. Do'stlar. Voy, o'zim bilmagan holda qilib qo'ydim. Ilib ketmadi endi oyog'im. Turib qol. Ya'ni mana shu ilib ketish deyiladi. O bo'ydan o'tkazib, Julian Alvarez. Julian Zo'r. Julian. Zo'r. O'yinni tashlab yubordik men do'stlar. Lekin akam o'g'ri 114 da, meniki 112. Do'stlar, nima unaqa bo'lyapti? Man United. Do'stlar. Do'stlar, o'yinni tashlab yuborishimni qaranglar. Mana ham o'tmasa bo'lmaydi. Sal qoldi. O'tishimga Lukakudan. Do'stlar, nega vaqt qo'shib bermadi? 2-0 tugadi birinchi taym do'stlar. Chapa. Digidish. Almapish, azimash. Digidish. Zerikib qolmasligingiz. Jonli ijro. Do'stlar, jonli ijro. Lukaku.
do'stlar, xo'rlanish bu. Zo'r. Do'stlar, sharmanda bo'laman agar yamanlarim bo'libdir. Ya do'stlar, Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi birga bir vaziyat do'stlar. Yo'q. Do'stlar, o'tib ketdimi? Ko'rmay qoldim. Yo'q. O, zo'r. Do'stlar, men Men qo'pol ishlatmadim lekin do'stlar. Hakamlar do'stlar haqli bechorani qildi. yasab oldi. United adashib Isqot ketdim. undan chiqdi. Ya yo'q, Manchester undan chiqdi do'stlar. City Do'stlar, ichida ayani aytdimi? kommentariyada yozib qolamiz. Hakam menga rasmlar haqli qildi. Yo'q. Voy Uy, do'stlar. ozgina 3-0 ekan do'stlar, qaytaman deb o'ylayman. 93 daqiqa. Почти. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. ela desce, ela sobe no baile. Menina linda, perigosa, rouba meu coração. No baile. Menina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile. É pressão. Menina linda, perigosa, rouba meu. Do'stlar, boshlaydi, tugaydi. Aytdim-ku. Do'stlar, Manchester City 2 to'g'ri pas bo'lib turib, hakamdan 110 112. Do'stlar, bu videoga like bosib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Bu yilning oxirigacha biz 1000 ta bo'lmoqchimiz. Bu gapimni yana bir marta qaytaraman. O'tgan videoda ham qaytardim. Iltimos sizlardan do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoga like bosamiz, komment yozamiz, obuna bo'lamiz. Do'stlar, keyingi safar kim olib chiqaylik? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, aktiv bo'lamiz. Nega susayib ketdinglar? Kommentariyada hech kim yozmadi. Keyingi safar kim olib chiqaylik?